Azam aka, xudo xolisa uylansam, bitta xotinimga shunaqa mashina olib beraman shekilli. Ha, xudo xolasa. Lekin siz uylangunizcha bulardan qolarmikan? Sababi bular 140 yilligiga 140 dona chiqqan xolos. Bu odatdagidek kupe emas, bu Mercedes-Benz GLC 300 kupe, Alpine Grey 140 edition. O'z rangi ham boshqacha ko'rinar ekanda, okay buni. Ha, Alpine Grey oddiy kulrang emas, quyoshda ham juda chiroyli tovlanadi va night paketlar bilan umuman zo'r. Ha, qora elementlari o'ziga juda ham yarashib turibdi lekin. Qora elementlar, qora 20 razmerdagi Pirelli diskalar juda ham agressiv ko'rinadi. Haydashga yomon qulay ekan. Katta ham emas, kichkina ham emas, o'rtacha ideal variant ekan. Yana yumshoq yuradi, pnevmasi bor. Mashina go'yoki suzib ketayotgandek yuradi. Ayniqsa ayollar bolalarni olib yurishga juda ham qulay. Bu versiyada orqa balonlari ham qaylar ekanda. Qizlarga va shu udobniy parkovka qilishiga. Ha, parkovka qilishda umuman muammo yo'q. Hammasi juda oson. Brat, rostini aytsam, o'zim ham xotinimga shu mashinadan olib bermoqchiman. Ko'rinishi ham zo'r, ham qulayligi. Bolalarni olib yurishga oila uchun juda ham qulay. Okajon, agar kenayimlarga qaysi mashinani podarka qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, buyurtma asosida biz shu mashinani sizga olib kelib berishimiz mumkin. Kenay, akamlarga yordam bo'lishi uchun shu rilsni o'zlariga jo'natib qo'ying.